biznesingizdagi sotuvlarni qanday qilib oshirish bilmaysiz, unda videoni oxirigacha ko'ring. Hozir dastlabki 10-15 daqiqacha sizga qanday qilib biznesingizda sotuvlarni oshirib, daromadingizni ko'paytirish yo'llarini o'rgataman. Buning uchun siz men qiladigan ishlarni ketma-ket qilsangiz bas. Aslovlik hammaga. Meni ismim Ravshan. 3 yildan beri marketing bilan shug'ullanaman. Shu vaqtgacha mijozlarimizga $1 million ortiq sotuvlar qilishga yordam berganman. Asosiy loyihalarim bu qurilish va ta'lim loyihalari va qurilish loyihalari Xonsaroy, Mega House, Meros qurilish kompaniyasi va ta'lim loyihalaridan Sarbon maktab xususiy maktabi, Ustoz akademiyasi, Tennis IT School va Newton o'quv markazi biz uchun eng kerakli bo'lgan va eng ko'p mijoz olib keladigan, eng ko'p sizga misol uchun pul olib keladigan target, ya'ni xizmati targetda misol uchun sizga tayyor sotib oladigan lidlarni qanaqa qilib olib kelish kerakligini man sizga hozir bitta ko'rsatadigan o'zim amaliyotda target o'qib ko'rsataman. Siz men qilgan ishlarda agar ketma-ket etsangiz, o'zingiz bemalol targetda o'rganib olsangiz bo'ladi. Qanaqa keyin bemalol o'rganib olib, o'zingiz target o'qib mijozlaringizni sonini oshirib va bu orqali daromadingizni ham bir necha barobar oshirsangiz bo'ladi. Bo'lmasa boshladik, ketdik. Birinchi o'rinda Facebook o'tib olamiz. Facebook o'tib olganimizda bizda chap tarafda Ads Manager bor. Ads Managerga kiramiz. Ads Managerga kirganimizda bizda reklama yoqadigan akkauntimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Biz Ads Managerga kirganimizda reklama yoqadigan akkauntimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Qaysi akkauntga reklama yoqmoqchimiz biz? Misol uchun mana So'z akademiyasi ahvol ta'limga target yoqmoqchimiz. Tanlab olamiz. Hop, chap tarafda create tugmasi bor. Create tugmasini bosamiz. Create tugmasini bosganimizda bizda leads degan bo'lim turadi. Leads degan bo'limni bosamiz. Continue'ni bosib olamiz. Hop, bo'ldi, mana bizda ochildi. Lead maqsad birinchi o'rinda biz nomlab olamiz. Target o'qiyapti. Eng muhimi, agar siz misol uchun 15 ta, 20 ta, 50 ta, 100 ta reklamani bo'lib ketsa, buni adashib ketasiz. O'shanda siz har bitta reklamani to'g'ri nomlab qo'ysangiz, qaysi reklama qanaqa ishlagan, nimalar ish qilingan, buni siz oldindan bilib turasiz. Qanaqa yozganimizda hammasi chiqib keladi. Reklama yoqganlarimiz. Hop, bitta, hop, top of funnel, ya'ni top funnel yoqamiz. IBO qilib yoqamiz. IBO hop, boshlanib bosh aytamiz. Narxlarni o'zgartirib qo'yamiz. Sal o'zgartirib qo'yamiz. Hop. Ya'ni to'liq o'zingiz yozib turasiz, mening avtomatik chiqib kelgancha faqatgina sal o'zgartirib qo'ydim. Hop, mana bu yerda adset budget degan tugma bor, o'shani bosamiz. Agar sizda bu narsa chiqmasligi mumkin, chiqmasa, sizga bu ikkinchi bo'limga o'tib ketaverasiz. Ikkinchi bo'limga o'tganimizda qaysi, ya'ni bizda bir necha amallar bor. Misol uchun veb-saytga yoqamizmi, telefon qilishgami yoki Instagramga, Messengergami, WhatsAppgami, telefon qilishgami, nima yoqamiz, o'shani tanlaymiz. Bizda bu formaga reydlar tushsin. O'zingiz misol uchun agar forma emas, bizga misol uchun telefon qilish kerak desa, telefon qilishni tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Ketdik. Endi misol uchun qancha kuniga qancha saqlasiz, misol uchun $10 deb qo'yamiz. Qachondan boshlasin sanasi, misol uchun bugundan, ertadan, misol uchun bizga 5-kundan boshlab target olsin deb qo'yishimiz mumkin. Yoki 10-kundan yoki mana bu yerda soatni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Hop, ketdik. Endi qayerlarga bizda reklamamiz ko'rsatishga, qayerlarga bizda reklamamiz ko'rsatishga misol uchun aytaylik. Butun O'zbekistongami yoki Toshkent shahridami, Qarshi shahridami, Navoiydami, bu yerda biz belgilab olamiz. Bu yerda O'zbekiston, Toshkentni belgilab olamiz. O'zbekiston, Toshkent. O'zbekiston belgilab olamiz. Hop, keyingi bitta yoshni belgilaymiz. Misol uchun bizga necha yoshdan kerak? Misol uchun aytaylik, bizga 28 yoshdan ketmasi kerak. 28 yoshdan ketmasi. Bu yerda necha yoshgacha? Misol uchun 56gacha, bizga 50 gacha kerak deb aytaylik. 50 yoshgacha. 28 yoshdan bizga 50 yoshgacha reklamamiz ko'rsatiladi. Mana bu yerda qancha odamga ko'rsatishni
tugadi. Hop, bu yerda ham qiladigan ishimiz tugadi. Keyingisiga o'tamiz. O'tganimizda nima qilamiz? Video 1. Aytaylik, misol uchun mm, boshqa arab tili video 1 deb qo'yamiz biz. O'tganimizda misol uchun bizda Facebook page turibdi va unga ulangan Instagram akkaunt turibdi. Mana bu qaysi Instagram akkaunt ulangan konto turibdi. Hop, keyingi bo'limga o'tadiganimizda bizda misol uchun video yuklashimiz mumkin yoki bizda Instagramda aytaylik videolarimizni Instagramda o'zidan videolar tanlab turib yoqib qo'yishimiz mumkin Instagram, Facebook orqali. Hop, endi biz videolar o'zimiz yuklaymiz. Create tugmasini bu yerda formalar bor. Aytaylik, sizda forma yo'q bo'lsa, mana bu yerda create form degan tugma bor. O'sha yerdan bemalol forma yaratsangiz bo'ladi. Olamiz. Hop, mana bu yerda biz formani tanladik. Mana oxiriga kelgan bo'lsak, oxiriga keladigan bo'lsak, mana bu yerda e, rasm yoqmoqchimizmi yoki video yoqmoqchimizmi? O'shani tanlaymiz biz. Video yoqmoqchimiz. Videolarimizni tanlaymiz mana bu yerdan. Videoni tanlab bo'ladi. Bu yerda videolar yuklasak bo'ladi. Misol uchun bizga qaysi video kerak? Mana video kerak bo'lsa, agar sizda misol uchun videolar bizda hozir Facebook'ga yuklangan, agar sizda Facebook yuklanmagan bo'lsa, mana bu yerda upload degan tugma turadi. Upload tugmasini plusni bosib, bu yerdan videoni yuklasangiz, mana bizda misol uchun 100% yuklanyapti. Mana misol uchun yuklanishiga bir 3 daqiqa ketadi. Ungacha misol uchun mana yuklangan videoni ingichka o'tamiz. Next. Mana bo'ldi. Mana bu yerga tekst yozishimiz kerak. 3-4 oyda mukammal o'rganing deb yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Darhaqiqat qat'iy ishimiz tugadi. Xo'p. Endi bizdan misol uchun videolarga bizda bitta emas, 10 ta video bo'lishi mumkin, 5 ta video bo'lishi mumkin. Mana bu yerda duplikat tugmasini duplikat qilib yuboramiz. Yangi videoni yoki ular tugmasini bosib, yana boshqa videoni yuklab qo'yishimiz mumkin. Buni yuklaymiz. Next. Buni o'sha videoni kilidini olib qo'yamiz. Hamda bizlar qiladigan ishimiz mana bu yerda nomlash qoldi. Bu yerda nomlaymiz. Misol uchun qaysi autorga yoqmoqchimiz? Topxonani yoqyapmiz. Bunaqa Pro degan keng degani yoshi 28 plus 50 dedik, to'g'rimi? Yoshli odamlarga biz ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda sanasini qo'yib qo'yamiz. 25. Endi misol uchun aytaylik, bizda bitta kompaniyani ichida bir nechta qiziqishlarga, bir nechta misol uchun reklama adsetga yoqishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun mana bu yerdan dublikat qilsa bo'ladi. Ya'ni ikki pedro oladi. Bu yerda shunaqa kompaniya olamiz. Bu yerdan bizda misol uchun yaxshi ishlagan, o'zimizga daromad topgan avtorlar, o'sha avtorga biz target topamiz. Bizda retarget deydi bu narsani. Bitta 100 saqlangan autor deyapmiz. Saqlangan autorga yoqmoqchimiz. Bizga autorlar bor. Bo'ldi, mana yerdan bilib qo'ydik. Bu yerda yana bitta duplikat qilamiz. Duplikat qilamizda, hop, bu yerda mana misol uchun detal targeting aytaylik, bizga misol uchun o'zimiz misol uchun qiziqishlar belgilab turib target topishimiz mumkin. Bizda misol uchun Saudiya Arabistoniga qiziqadigan bor. Misol uchun
education qiziqadigan bor. O'zimiz uchun man bu yerdan yozib o'qimiz. Bu yerda mendan misol uchun avvaldan bo'lgan bu avtomatik kelib chiqdi. Aytaylik, misol uchun bir nechta misol uchun qiziqishlar birlashishda bu ikkita uchta zavod emas, birlashish mumkin emas. Ya'ni mumkin emas, mumkin, lekin yaxshi ishlaysiz. Qaysi auditoriya, qaysi qiziqish yaxshi ishlaysiz bilmaysiz. O'shaning uchun misol bitta ikkita qiziqishni belgilab test qilib ko'rib, qaysi yaxshilasa o'sha narsani qilganingiz yaxshi bo'ladi. Sizlar beshta o'nta qiziqishni belgilasangiz, lekin o'sha o'xshash bo'lishi mumkin. Shunchaki Facebook qaytadan misol uchun o'sha bir xil odamlarga qayta qayta reklama ko'rsatish mumkin. Undan ko'ra siz bitta qiziqishni belgilab, o'sha qaysi yaxshilagan bo'lsa, bitta bitta belgilab, o'sha qaysi yaxshilagan bo'lsa o'shanga bo'ladi. Endi bo'ldi, bizda tugadi. Misol uchun tepaga chiqamizda, bu yerda bizda misol uchun publish degan tugma turibdi. Publish tugmasini bosib yuborsak, bizga avtomatik targetib ishlab ketadi va siz bir kundan keyin yoki yarim kundan keyin bo'ladigan bo'lsa, sizga kerakli ledlar tushishni boshlaydi. Bir kundan keyin yoki yarim kundan keyin sizga misol kerakli mijozlar o'zlari misol uchun telefon qiladi yoki led olmoqchisiz, led olib qolasizda, o'z telefon sotishingiz mumkin bo'ladi. Hop, shunaqa gaplar, aziz do'stlar. Hop, ham video manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, har bitta jarayon o'zingiz misol uchun men qilganday ketma-ket qilib chiqing. Bu orqali o'z daromadlaringizni, sotuvlaringizni oshirsangiz bo'ladi. Mana shu videoga layk bosing, komment yozing, qanaqadir misol uchun muammolaringiz bo'lsa, nimadir kerak bo'lsa bemalol komment yozsangiz bo'ladi. Yoki mana shu video tagida mana shu video tagida o'zimni shaxsiy Telegram akkauntimni qoldirib, telefon raqamim qoldirib, qanaqa bir masala kerak bo'lsa, bemalol yozsangiz bo'ladi. Telegramdan ham telefon qilsangiz ham bo'ladi. Telefon qilsangiz ko'pincha ko'tarilmasligi mumkin, lekin Telegramdan yozsangiz javob beraman. Agar video manfaatli bo'ladigan bo'lsa, videoni o'zini daromadini oshirmoqchi bo'lgan, o'zi misol uchun target topib ko'rmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bo'lmasa, rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Target xizmati, marketing xizmatiga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsangizlar bo'ladi.